Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun qaynoqqina darmon sho'rva tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 1,5 kilo go'sht va 150 gram ovitilgan no'xat kerak bo'ladi. Qaynab turgan iliq suvimizga 150 gram no'xat va 1,5 kilo go'shtni solib qaynatamiz. Qaynab turgan sho'rvamizni ko'piklarini olib tashlaymiz. Sho'rvamiz yanada mazali, shirin chiqishligi uchun. Va oldindan artib tozalab qo'ygan sabzi, sholg'om, piyozni sho'rvamizga solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, ozgina tomat pastasi solib, uni ham aralashtirib olamiz. Tabimizga ko'ra tuz solamiz va yaxshilab aralashtirib, qaynatishda davom etamiz. Yarim tayyor sho'rvamizni charvi yog'larini olib, yaxshilab ezib, sho'rvamiz ichiga solib olamiz. Juda ham mazali, vitaminlarga boy darmon sho'rva bo'ladi. Zira solib olamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, men zirani ovqat deyarli yarim tayyor bo'lgandan keyin solaman. Mazasi juda ham shirin chiqadi. Oldindan artib tozalab olingan kartoshkalarni solib olaman. Kartoshkalarni bo'laklarga bo'lmadim. Katta-katta qilib soldim. Ovqatimizni dasturxonga tortishdan oldin kartoshkalarni bo'lib kosalarga solib, sho'rvani suzsak ham bo'ladi. Mana hurmatli bekajonlar, sho'rvamiz tayyor. Go'shtlari xil-xil bo'lib pishdi. Mana endi kosalarga solib, dasturxonimizga tortamiz. Hidlari rosa mazali. Sho'rvamizdan sho'rva bo'lib chiqdi. Ustiga ozgina to'g'ralgan shivit bilan bezab olamiz. Sizlarga mana no'xatlarini ko'rsataman. No'xatlari ezilib, juda ham mazali bo'lib tushdi. Bu retsept sizlarga yoqqan bo'lsa, xursandman.